Assalomu alaykum oshxonaviy bel ishqibozlari. Biz Namangan viloyatiga oshxonaviy belimizni olib kelib ustanovka qildik. Bu oshxonaviy belimiz bu xolodilnigimizni boshidan bu chekkamizgacha 3,45 sm bo'ldi. Tepasi общий 60 sm xolodilnik, 62 metrlik ekan. Tepasini o'ramay qo'yavering dedi. Tepasini chiroyli qilib berdik. Xudo xolasa chiroyli chiqish uchun mana qoshlari ham juda chiroyli bo'ldi. Hop, tortmalari ham vakuumli bo'ldi. Plasmassa shushilkasigacha bor. Hop, simisitilimizni 140 ming so'mga olibdi. Yaxshisidan qo'yib berdik. Mana to'klarigacha tushdi. Montajlari ham bo'ldi. Hop, bu oshxonaviy belimizni balandligiga keladigan bo'lsak, 2,20 sm. Hop, vitichkamizni ham qo'yib berdik, ishlaydi. Hop, to'k montajlarigacha qo'yib bo'lindi. Tepalariga teshib chiqarib, chiroyli qilib o'rnatib qo'ydik. Qo'ldan kelgancha. Hop, gazlarimiz ham hammasi bemalol ishlasa bo'laveradi, yonyapti. Tortishlari ham vitichkaniki juda yaxshi ekan. Bemalol maza qilib ishlasa bo'laveradi. Kafelarigacha chiroyli qilib, hop, bu tomonigacha burib berdik. Hop, gaz plitamizni yoniga narsa qo'yish uchun, kattaroq narsa qo'yib ishlatish uchun 30 sm joy tashab berdik. Bemalol bu tomonidan ham foydalanaveradi. Hop, o'rtaga 75 sm lik joy tashab ketdik. Hop, hamma narsa polkalari ham keng bo'lgan, osha-moshalari vakuumli, yaxshi yopiladi. Hop, doskasiga keladigan bo'lsak, doskasi chorniy bronza svetidan, sariq toshli svetidan. Bu ham yaxshi, chiroyli rossiyskiy. Hop, kafeli qanaqa deb so'rayotganlar uchun kafelimiz o'zimizni O'zbekistonda ishlab chiqarilgan kafellardan olib kelib bosib beryapmiz. 30 sm ga 60 sm bo'ladi. Juda yaxshisidan bu ham. Hammani xonadoniga olib kelib o'rnatib beryapmiz. Xo'p, bizdan bo'ladigan narsalarga keladigan bo'lsak, videoni uzoq kuttirmasdan puliga keladigan bo'lsak, 4,550 ming so'mga shu oshxonaviy belimizni olib kelib ustanovka qilib berdik. Razmeri xolodilnigimiz bu boshidan bu tomonigacha 3,45 sm ga bo'ldi. Balandligi 2,20 sm, 4,550 ming so'm. Hop, bizdan bo'ladigan narsasi kafeli, sochiq ilgisi. Hop, chekkasida diod chiroqlari, hop, mo'ykasi simisitili bo'lmaydi, gazatiri bor bo'ladi, savatchasi bor. Magneti bor, tuz quruq choy qo'yadiganlari. Hop, kafelari ichida bo'ldi. Mana ishlab ham ketdi. Ochiq qolgan ekan. Hop, simisitilimiz ham ishladi, xudo xolasa. Hop, tortmasida plasmassa shushilkasi ham bo'ladi. Mo'ykan tepasida ham nijaveka shushilkasigacha qo'yilgan 70 sm lik yaxshisidan. Hop, bemalol ishlataveradi. Osha-moshalari ham vakuumli, chekkadagi lentalari ham birlik bosilgan yaxshisidan. Ruchkasi ham turba qo'yilgan, qora patsvet qilib ishlab berdik, xudo xolasa. Hop, tagidagi diod chiroqlarini ham sarig'idan qo'yib berdik, Novot svetidan. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'ladigan bo'lsa, telefon nomerlarimiz 93 569 87 41 nomerlariga telefon qilaverasizlar. Qo'ldan kelgancha ishlarimizni yoritib boryapmiz. Xo'p, montajga keladigan bo'lsak, montajlarni aytgan joydan chiqarib beraveramiz. Xohlasa bu joyidan, xohlasa simisitil uchun tagidan ham chiqarib ketgan joyimiz bor. Bu tokka ishlaydigan simisitil. Xo'p, bu tomonga qilsangiz gradusgacha ko'rsatadi. Mana bu tomonga qiladigan bo'lsa sovuq suv, bu tomonga ishlaydigan bo'lsa issiq suvni gradusini ko'rsatadi. Xudo xolasa Aristonning o'rniga shuni qo'yib ishlatsa ham bo'laveradi. 130 ming so'mga qish uchun. Bemalol qishdan bemalol olib chiqib beradi bu ham. Hammaga rahmat kuzatib borayotganlaring uchun. Bittadan like bosib, obuna bo'lib, kanalimizga kuzatishda davom etinglar. Xudo xolasa bundan ham ishlarimizni yoritib borishga harakat qilamiz. Hammaga rahmat, salomat bo'linglar.